Yaxshimizlar ekran oldidagi suyimli aziz do'stlar, kam turdashlar. Ko'rayotganlar Xinjiang Yamanbodek madaniyat ta'sis shirkati ishlagan muvaffaqiyat yo'lida maxsus ziyorat programmasi. Men bu qatorli ziyorat programmasining riyosatchisi Ruslan Matbulish bo'laman. Biz bu qatorli ziyoratimizga o'zining mashrab yo'q yerda nomli maqsadi orqali hammamizning qalbiga huzur ato qilgan. Jumladan tunji qiroliq Ipak yo'li talos sahnasida chaqnagan yulduz Busargul Mattumir xonim bilan ilib beradigan suhbatimizni o'rlashtirdik. Yaxshimisiz Busargul xonim? Yaxshi, o'zingizga yaxshimi? Yaxshi. Bu qatorli ziyoratimizni qabul qilganingizga Xinjiang Yamanbodek madaniyat ta'sis shirkati nomidan chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Sizlarga rahmat, ko'p rahmat. Sizga rahmat. Yamanbodek shirkatining mushundaq allancha xalq san'atkorlarini qo'llab-quvvatlab mushundaq ziyoratni uyushtirib bizda xalq san'atkorlarini bunda taklif qilib mushundaq ishlarga bizni qatnashtirganlarga bizni ko'p xushal bo'ldim. Hem cümleden bir Yamanbodek şirketinin ki mushundaq bizdek san'atkorlarga bir ziyorat hazırlab berganiga köp rahmat. İşlerine bunun degan işlerine muvaffaqiyatlik ve baxt omadlik işlerine utuqliq bo'lishiga tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Unda bo'lsa Busargul xonim bilan elib beradigan suhbatimizni boshlashdan avval Busargul xonim Ipak yo'li talos sahnasiga chiqqan shu ko'rinishlardan ariya bir boqaylik. Aldı bilan sizni so'rab qolsam, shu san'at hayotiga kirishga qaysi bir kuch ta'sir qo'zg'agan? Bu haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Mening bu san'at hayotimga qadam qo'yishim endi men tug'ilgan vaqtimda anglasam shu men onamning kichkina qolganlik uchun onam naqsh ekan tuqqurun. Dixon. Undan keyin dadam bekchi bo'ldi. Dadam menimki bir necha naqsh o'tgan bir naqshchi odamdi. Şu endi men dadam bilan onamning qini menga singdimi? Endi onam tugab ketdi, dadam shunda xalq naqshini bek o'qigan bo'lg'achqa, menga dadamdan shu naqshni o'qish istikida menga. Shundan keyin naqshni o'qishga qiziqdim. Lekin muzika chalishga kelgan chog'larda menimki hozirmi bor shu akam. Shunday to'xtamay turadigan shu akam dutor chag'an mezgillarda akam shunda dutor chasma bek bir yaqinlik anlayib uyutib qo'ygan necha akam Kızvalı salçası bu mektepme, urup bakan beni. An ağrısında duturun hep küçük gitip ben. Aşında tuğan mezgillerde ağrısı dadam tükep gitti. Ama ben şunu ola akam nakş okusa ne askerlik sapmangan dikim. Akam ben dadam nakş dikem tuğ. Dadamdan ügünüptü me, sen ügünüpse. Hem de anamın onu anlasam nakş demişken ben anamını bilmegen dikim. Hem de dadam mı siz oğanken anam mı sormağı. Tırışalık olsun, ügütüp koysan arkaya desem. Ügünüken akam. Meyle. Kızılı salçası bu maytaklardan boğmagan dikinde bizim urumuzda, aramızda anam taraftan salça atkan ayarlar cık bizim aramızda. Şu sebeplik hem de şu tutarı çelip nakşı okuşunu ben şu 16 yaşımdan tartıp başlagan. Tam bana şu hazır gençlik 29 yıllık tirişçallıkım bilen bana bu günge hakkasınlığa kem körürmellerge turdaşlarım olsun, yakıyruklar olsun hem yurtlarda bana açtık 15. yıllık Ipak yo'li talan sahnasiga chiqib üzerine tutuldum. Xalqim yaxshi ko'rdi. Hem de sizlardek dostlarımın qo'llab-quvvatlashi bilan hem men shundoq bir san'atkorga aylandim. Hem cümleden hem de üzerine ben 1974 yılda Nina Salzakes'te tug'ilib cho'ng bo'lgan. Ondan keyin to'y qilish jarayonida men chirg'a turmush sababli chirg'a yanib kelgan 23 yil bo'ldi. Shuning bu beynida mana yurtimdan qo'llab-quvvatlab
Çıranaylık medeniyet yurti, sanat ümekden bizden şu nayi rehberlerini kollab kuvvetlab. Bir yerlerde faaliyet olsun, aktiflikler katnaştırıp, bir bilim aşılsın, ügensin degen asasda meni yurttumdan şu Çıranaylık'taki her millet halklarım, rehberlerim kadrlar, yani nayi rehberleri yurtlarım yüzünden evetti. Bunun ben hoşal bulat men şu sebeplik üzerine tekamülünü cari kıldırış için benim bu yurtlarının nakşisini üzerine mektep okumagan bolsam mı? Ben şu üzerine bilişçe icadiyat kılıp ançılıcı nakşılar bilen 2011 yılı Şinjan Halk Radyo Üstensi'ne yaktı nakşamını. Radyo Üstensi'ne kabul kılıp verdim. Onun içinde mi? Benim şu meşrep yok ya degen nakşa. Şunu tüpük misali bulup tarqılıp, keng ammanın yaxşı görüşke erişti. Doğru. Onda mesela şu meşrep yok ya da degan nakşı taqalgan lekin çoğundan başka kişi olsun hemmeden nayız yaqtırıp kalmaydigan nakşı var yani. Yani sizden sorap baksam şu meşrep yok ya da degan nakşa özünüzün icadiyeti mi ya halk arasında taqılıp yiyen bir nakşı mı? Ha, bunun icadiyeti kelsek ben 13 yaş kigen mezgillerimde 17 yaş kigen vaktimken şu mezgillerde biz niye halk sanat kalıp, niye naisi sanat emeklerden bizler tuttum ben. Şunu deyin dadam tükep ketken dikim beni, dadam boğmagan dikim de ben işlemek kamılap ketip halk sanatkar olap tuttum. Şu mezgilde bizden niye naiste adı kadarın koçak tekkan bir akımız var, muzikanın. Şu adam bizge müşterikisini yezip üretken 88. yılı. Bu nakşını şunu o adam yezip verdi. Müzikalaştırıp biz halk sanatkarlarını okuğul sağan. Şu mezgilde Gülnisa Xan dep bir adımız var. Bu adımızdan bayıqlık nazır okumaydı mı? Aslında neylik? Şu ayal bilen birge ben çağım bunu öz vaxtıyla luyun deyileygen. Bir küçük luyunlarda lintigi ağam bunu. Şunu deyin ki bu nakşılar yurtlar yakıp yurdu buluğa. Şunu deyin ki 2012 yılı Çırmaşık'ta keng planda bir meşrep hep verildi. Herkes televizyon adam kelip aldı bunu. Şu mezgilde degende bizim medeniyet yurtunun güvencemi, Andaş Muhtarcan degen bizim asas ustazımız şu. Şu oturup bu nakşını bir okusanız kayda, burun üzünüz okugan nakşı oğaçkanı halk arasında taqılıp müydü. Bu şu nakşı müşahid bir çıksa degendekin daviyerle geldi, onu bir okup baksın, anlap bakılı. Degen asas bazen avazım benim var. Tükepekten salamet nakşilerimizden avazı okşap ketken bir purakları var demekçinin aldıda. Bular bağandan keyin bu xalqning ovozini naqsh o'qidi deb metodu bular. Axir naq meydan naqsh o'qitgandan keyin na butgan deb amush meşrep yoqadigan naqshini o'qib baqsa debdan bu o'zim o'qigan naqsh o'qach ovozim yaxshi tushdi. Chunki bu kichik o'qigan naqshim o'qachqa qanimga singib ketgancha mening. Shuning bilan bu naqshini shunday bir chelish jarayonida boshqalarim yoqdi, xalqim yoqdi, shuning bilan voy bo'ldi, mush naqsh tayyorlasin. Dedi şu 2012 yılı Çırmaşık'ta okudum. 2015 yılı İpekül Talan Senisi resmi namayan kıldıralım üzerine rolünü. Doğru, hakikaten. Yani şu icadiyetçi akamga, şu bunun ki şu akamın hazırmatını salamet sağlam buluşa, dilektaşlığını bildirmen. Şu akamın icadiyeti emdilik geldim bana kalıp emdi bu cümleden ben çırık yenik geldikim için Çırı nakşisi dep, çırı halkta nakşi dep ataldı, emniyet bunun icadiyesi müşündak. Bu adam, ki nayrikilerim dedim, müşündak boğan, degendikin emdesin bana toy kılıp, çırı kegen boğa çıka. Endi bu, nerede okusunuz, beri sizin icadiyetiniz. Dep bunu müşündak biripten, damını birip emdi. Fatih yakında varışlık gençiniz, Xotan halk nakşilerinin, bir ayalının içinden çıkan bir varisi dep, Xotan Olaylık Medeniyet İdaresi'den, Çırı'dan, Abnum rayından bir gençke çıkıp bir için şununla, Fatiha'nda gençkiniz kolunuzda tegeti o dep süretler gelip, müşündak kıldım ben, bek hoş buldum emdi. Zıbalığın bolgan bilen xaridarın bolması zıbalığın ne etivad etken gepler. Muba emdi kolunuz gibi şey. Hem de sizlerin kollayışınla, nayi rehberlerinin velayetlerinin müşündak kollap, müşündak meni bir köz görünüşümge, yardım bergen xalqimga, medet tilegen xalqimga köptün köp rahmet eytim emdi. Rahmet, hakikaten xursand bo'ldik. Bo'libmi mush meşrep yok ya degan narsani anglag'andan keyin odam bir xil xushallik his qildi, bir xil yuraklari o'ynab ketdi. Mush fursatdan foydalanib ziyoratimizning o'zida naq maydonda bir
Urunda bersiz qanday bo'lar? Bo'ladi. Bir gapini alohida bir gap nima qilib qo'ysam, meni mush mashrab yo'q degan naqshining birinchi qismi. Ikkinchi qismining muzikasini ishlab, og'anini ishlab bitirib bo'ldim. Endi bu naqsham shu uzab ketsin bir oyning ichida. Shunday xalq radio stansiyasiga birib bo'lgandan keyin jamiyatda to'rda taqsitqanga buni tayyorligini qilyapman, buni tekstlari bitib, muzikalarni tayyorlab bo'ldim. Buni shu birlam ovozni unga olsam, lam tayyor bo'ldi. Buni ikkinchi birlikini tayyorlab bo'ldim. Buni va turdoshlarim bilan qaytadan yana bir güllenip chiqishiga, qo'llab-quvvatlashiga, turdoshlarimning, aqasinglarning qo'llab-quvvatlashiga tilakdoshlik bildirim. Hammanglardan ümidim shu, qo'llab-quvvatlashib Rahmat, albatta qo'llaymiz. Unda bo'lsa yandagi dutarni elib, mashrab yo'q yerda degan paytda bir chappasingiz shu ekran oldidagi suyimli turdoshlarimni naq maydonda bir huzurlansa bo'pti ekan. Bo'ladi, mening bu kasbim. Güllük bağ diye İransız, bulbul bulup sayıramsız, bulbul bulup sayıramsız. Burun beni yakşı görüp emdilikten taşlamsız. Burun beni yakşı görüp emdilikten taşlamsız. Bağım yok benim, çağım yok benim. Mesrep yok yerden. Bağım yok benim, çağım yok benim. Mesrep yok yerden, çağım yok benim. Alma atamızı dep geldik, gül tutamızı dep geldik, gül tutamızı dep geldik. Bugünkü meşrepte çok oynamız dep geldik. Bugünkü meşrepte çok oynamız dep geldik. Bağım yok benim, çağım yok benim. Meşrep yok yerden. Bağım yok benim, çağım yok benim. Meşrep yok yerden, çağım yok benim. İrik bulsa, ken bulsa, su başlıysa taşmıysa, su başlıysa taşmıysa, meşrep olsa, muyda bulsa, emmek şiş şoklıysa, meşrep olsa, muyda bulsa, emmek şiş şoklıysa. Bağım yok benim, çağım yok benim. Meşrep yok yerden. Bağım yok benim, çağım yok benim. Meşrep yok yerden. Bağım yok benim, çağım yok benim. Meşrep yok yerden. Rahmet, avazınızga xat jidetler tekmeson, qulunuzga mudetler yetmeson. Şu tapda ziyaret programı olmagan bolsa, naq maydonda mashrab tushadigan bir fursatlar kelib ekan. Bu fursatlar meni sizlar uchun. Sizlar tayyor bo'lsam, mening qo'lim ko'ksimda. Sizdan so'rab baksam, shu duttachilik necha yoshlarda o'rgangan? Mening duttan dastlab qo'limga elib shu chalish o'rgangan vaqtim 16 yoshga kirgan vaqtimda shu 87-86 yillardagi chog'lar. Boyagi
degandek shu dutani ep qishib kuyib yurganga deb boshlar deysiz. Demak, dutani ep qishib yurganga bulanmi? Buni da ep qishib yurgansa bo'lmaydi. Buni Ayında o'zing ishtiyaqi bo'lganda, qiziqish bo'lganda aytgan narsa. Ep qishkaz men dutani biramga adam ep qishib ketib, biramga sozchi hozir. Voy rahmat deydi dayatmisan. Siz mushu mashrab yo'q yerda degan naqshni haqiqatan shunda voyaga yetkazib o'qigan. Undan boshqa ijodiyatlarni voyaga yetkazib o'qidim deb o'ylamsiz. Yana xalqimiz qaysi ijodiyatlaringizni yaxshi ko'radi? Shu haqda bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Endi buni kelsak men Gulnara qatorliq bir naqshlarni o'qidim. Buni o'zimning asosan ijodiyati. Anina buning ichida Gulnara, Aygulma shundaq naqshlarni ijodiyat qilib, bu naqshlarni radiostansiyaga birgalikda shu chunki 2016-yili suratga olib, 2017-yili Heytqa bozorchilagan shu nashar bir de ishladik. Shu deyimdimi? Shu naqshlarni, shu ijodiyatlarni radiostansiyaga birib bo'lgandan keyin ana shu deylarga chiqarib shuni o'qidim. Rahmat, ijodiyatlaringiz taqdim utuqliq, natijalik bo'lg'ay. Rahmat. Bo'lsa hamda bundan keyin mushu ijodiyatlar bilan to'xtab qolmay, yana qanday bir ijodiyatlarni qilish, qanday bir nishonlaringiz bor, shu haqda bir ozroq to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men yana qaytadan shu xalq naqshlaridan izlanyapman. Hozir men bir ikki naqshni tayyorlab turibman. Tekstlarni o'zim yozib degandek. Buni o'zim chelib bir shu tekstlarni pishib bo'lgandan keyin muzikalarni o'zim bir qator o'zimning kuch qudratim yetishicha. Kuch qudratim yetalmagan yerga bizning boshqa pensiyaga chiqqan san'atkor ustozlar bor. Ularning yordam so'rab, endi bilmaslik ayb emas, so'maslik ayb aytgan bir gaplar bor. Shulardan ta'lim olib, men o'zim shu 3-4 naqshlarga, ya'ni xalq naqshlaridan tayyorlab qilyapman. Bundan keyin mutaqa xalqim bilan bundan keyin ijodiyatlarimdan yangi-yangiliklarni ko'rsatish planim bor. Endi mush tan salomatligim yor bersizlar. Chuqum mening mush xalqim uchun, har qaysilar bilan do'stlarim bo'lganlik uchun mening xalq ijodiyatlarini qilishga kuch-qudratim yetishicha tirishyapman. Biz sizning tiningizning salomat, ishlaringizning o'ngishli bo'lishiga har vaqt tilakdoshlik bildiramiz. Unda bo'lsa, mushu fursatdan foydalanib, ekran oldidagi to'rdoshlarga qanday bir yurak so'zingiz bor? Shuni bir o'rtoqlashib baqqan bo'lsak. Salom aziz to'rdoshlar, keng ko'rarman do'stlar. Men bu so'ram qandan hammangizlarga o'tliq salom va ehtiromlar bo'lsin. Men bo'lsam bir xalq san'atkori. Chunki meni hammanglar tunib o'tdinglar, tunimganlar bo'lishi mumkin. Buningdan keyin men shu xalqimga, to'rdoshlarimga, keng ko'rarman do'stlarimga men buningdan keyin texim ijodiyat naqshlarimni keng ko'lamda kengaytib, musikalashtirib, buningdan keyin texim yangilik naqshlarimni sizlar bilan yuz ko'rishtirishga tirishchanligimni ko'rsatib, ayni do'stlarimga yangilik naqshlarimni huzurlarga sunmoqchiman. Sizlarga mening shunday naqshlarimni yoqtirib, anglab, ko'rib, menga shunday madadni bergan keng ko'rarmanlarimga, to'rdoshlarimga ko'p rahmatimni bildiraman. Jumladan o'zimning shu viloyat noila yurt-yurtlardagi to'rdoshlarimning shunday meni qo'llab-quvvatlashini umid qilaman. Hammanglarga ko'p rahmatimni bildiraman. Sizga ko'p rahmat aytamiz. Bugun atayın qimmatli vaqtingizni ajratib, Şinjan Yaman Bodek madaniyat taqsis chekishlikda o'rinlashtirgan ziyoratimizni qabul qilib berganingizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Sizlarga rahmat. Bundan keyingi ishlaringiz taqim utuqliq, natijalik bo'lsin. Salomatligingiz mangu ko'ajab, gullab tursin. İşleringizga utuq, omad tilaymiz. Rahmat. Birga bo'lsin. Men shu Yaman Bodek shirkatining shunday bizdek san'atkorlarning bunda ziyoratga chaqirib, shunda keng ko'lamda bizni tarqitib, shunda bir tunishtirganligiga men bek xursand bo'ldim, ham xush bo'ldim. Sizlarning bu shirkatinglar buningdan keyin ham ro'naq topsin, gullasin. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat. Ekran oldidagi suyimli aziz do'stlar, bu Sarigul Mattumir xonim bilan ilib berilgan bu qatimgi suhbatimiz vaqt munosabati bilan shu yerda oxirlashdi. Buningdan keyingi suhbatimiz texmi ko'ngilli ham qaltis. Yaman Bodekning xos undidor salonini qo'shib olib, Yaman Bodekning filmlarini top-to'liq vaqtida ko'ring. Yaman Bodek